Issiq ekan. 5000 ga darmondoriga boy somsa? 5000 ga somsa bor ekan. Oddiy somsa emas, so'qoq somsa. So'qoq somsa Sebzorga keldi. So'qoqdagi darmondoriga boy xushtam somsalarni Sebzordan izlab kelavering. Bu joyda so'qoq somsa ochilganiga salkam 3 yil bo'libdi. Somsapas akamizning aytishlaricha, bir kunda 4 ta tandirda naq 400-500 tacha somsa yop sotar ekanlar. Somsalar talash. Yetkazib berish xizmati tinimsiz ishlab turibdi. Buyurtmalar shunchalik ko'pki, bizga yetmay qolmasin deb xavotirda turasiz. Joylari oddiygina, haqiqiy jaydaricha joy ekan. Somsani mazasiga kelsak, juda suvli, mazali, har tishlaganda bolalikdagi dam esga tushadi. Somsa xamirini o'rtasi yumshoq, chetlari qisirlab turibdi. Qasr qusuriga mazza qilib 4-5 dona yeb yuborganingizni sezmay ham qolasiz. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Oilam bilan O'zbekiston bo'ylab kanalni kuzatib boring. Bizga obuna bo'lib, videoni so'qoq somsani yaxshi ko'radigan do'stingizga yuborib qo'ying. Ha aytgancha biz keldik. Siz qachon kelasiz? Aniq lokatsiya Telegram kanalda.